Assalomu alaykum barchaga. Hozir sizlarga zo'r narsa ko'rsataman. Tut mavsumi boshlangan. Sizlarda ham tut deydimi? Hozir aylantirib ko'raman. Bitta aylanchi deydi-da. Mana. Tutlar pishgan, mazza. Qaranglar, mazza bu. Zo'rini ko'rsataymi? Mana. Mana qarang. Mana hozir joyidan bitta uzamizda mana. Shuni olamizda. Qilib og'izga chaqing. O'zi erib ketyapti. Bu videomiz yana qilish do'stimga motivatsiya bu yana. O'tgan yilgi 2 yil oldingi jigida edi. Bu safar tut masalasi, tut videosi bu. Omon bo'linglar.